Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, aziz talabalar. Xabaringiz bor, Termiz davlat universitetiga tashrif buyurgan taniqli olim va professor akademiklardan mavzularga oid fikrlari va qarashlarini o'rtoqlashib, siz aziz kuzatuvchilarga yetkazib bormoqdamiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Fanlar akademiyasi O'zbek tili va adabiyoti folklori instituti direktori o'rinbosari, filologiya fanlari doktori, professor, navoiyshunos olim Maqsud Asadov bo'ladilar. Avvalambor bizni taklifimizni inobatga olib, studiyamizga kelganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kechagi tadbirlar jarayonini faoliyatimiz taqozosi bilan yoritdik, guvohi bo'ldik. Aynan Navoiy asarlar ensiklopediyasining taqdimoti tadbir asnosida siz Termiz davlat universitetining talabalari bilan uchrashdingiz va bu jarayonda samimiy muloqotlar bo'ldi. Xo'sh, taassurotlar qanday bo'ldi? Adabiyot shunday bir narsaki, kutilmagan voqeliklar va kutilmagan ta'sir quvvati bilan o'ziga odamni ergashtirib ketaveradi. Men masalan, misol sifatida aytaman, mana bu Usmon Azimning qator go'zal she'rlari bor. Zamonaviy adabiyotdan kelib chiqaylik-da. Shunda bir she'rda daraxt haqida gap boradi. Bir daraxt o'sgan, qiyshiq bo'lib o'sgan, bir tik qomatli bo'lmagan, biz tik qomatli daraxtni ko'rsak, uni ko'ramizki, ha bunday ekan, bir hayajonimiz bo'ladi go'zallikdan. Bu endi egri bo'lib o'sgan. Daraxt o'zining tilida aytadi. Men shunday yaraldim, sumbatim egri deydi. Men shunaqa yaraldim endi. Qismatim shu. Bor ahvolim. Lekin bu she'rni oxiriga qarab boraversangiz, oxirgi xulosa nuqtalari odamni o'yiga toldiradi va hayratga tushiradi. Do'stlarim deydi. Men o'tim bo'lgani ketdim deydi. Men o'tim bo'lgani ketdim. Bo'l, endi boshqasi yaramayman. Mendan qandaydir bir kungrador bir narsa yasab bo'lmaydi, bir ustun chiqmaydi mendan. Men o'tim bo'laman endi. Lekin oxirgi misra men ketdim do'stlarim olov bo'lgan. Mana o'sha bir sumbati egri bo'lgan. Bu yerda ma'no ko'p. O'sha olov bo'lgani ketdi. U yonadi, u yondiradi. Olov hayot ramzi. Adabiyotda olov ishq ramzi, mumtoz adabiyotda. Navoiy buni ko'p tasvirlaydi. Bu adabiyotning mehvarida turgan go'zal g'oyalarini qanday ekanligini avvalo anglashga urinishni o'zi ham odamni yuksaltiradi. Bugungi talabalar shu kecha Alisher Navoiy ensiklopediyasi taqdimoti jarayoni bo'lib o'tdi Termiz davlat universitetida. Ensiklopediya prezidentimiz, hurmatli prezidentimizning shu 2020-19-oktyabrdagi Alisher Navoiy 580 yilligi, Alisher Navoiy 580 yilligi yubiley arafasida shu munosabati bilan e'lon qilgan qarorlarda belgilab berilgan 4 jilddan iborat Alisher Navoiy ensiklopediyasi. Bu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti sa'y-harakati, shuni huzuridagi jamg'armaning mablag'lari hisobidan juda katta bir tirajda bosilib chiqdi. Bunga 3000 ga yaqin maqolalar kiritildi. O'zbekiston, xorij navoiyshunoslarining qator maqolalari joy oldi. Bizda O'zbek adabiyoti folklori instituti jamoasi jonbozligida u yaratildi, yuzaga keldi. Katta bir nashr. Ensiklopediyalar qaysi davrlarda yaratiladi o'zi? Shunga yetarlicha imkoniyat yaratib berilsa, shuni davlat tomonidan tashabbus bilan bu qo'llab-quvvatlansa, ilmga bo'lgan e'tiborning natijasi o'laroq yuzaga keladi. Ensiklopediya yaratish og'ir jarayon. Mana shu Navoiy haqidagi qarashlar, fikrlar hammasi shunda jamlandi ensiklopediyada. Neki fikr bor? Navoiy kim? Bu asarlarni ishdan nurlantirib turgan g'oyalar nima? U obrazlarning mazmun mohiyati qanday? So'zlar, ularning izohi, ular hamma ham navoiyshunoslik masalalari. O'zbekistonda, xorijda navoiyshunoslik masalalari. Nafaqat bu, umuman Navoiy bilan bog'liq iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, qolaversa mana shatranj haqidagi qarashlarimiz, sportga doir bo'lgan hattoki qarashlar, astronomiya ilmi bilan bog'liq bo'lgan qarashlar. Mana bular hammasi yoritildi. Navoiy qanday siymo ekanligi ochiq namoyon bo'lar ekan, bugungi davr yoshlari shunday siymoni yuzaga keltirgan tarixiy asos qanday bo'lgan va bunday siymo nima xususiyati, nima tamoyillar bilan adabiyotga kirib kelgan va nimaga ergashilsa Navoiy aytayotgan go'zal qadriyatlar egasi bo'lish mumkin degan savolga javob izlashi tayin. Talabani muloqotda bo'lar ekansiz talaba bilan. Talabani ko'zidagi nurdan odam ilhom oladi. O'qituvchi uchun o'sha nurdan go'zal nur yo'q. U sizni tinglayotganini, u sizdan bir energiya olayotganini, u sizni aytayotgan gapingizga tashnaligini o'sha nurdan bilasiz.
va ma'lumotni imkon qadar ko'proq bergisi keladi. Savol javob ruhida o'tdi. Juda go'zal savol javob ruhida. Qator savollar, xo'sh, qator muhokama, munosabatlar, munozaralar ruhida kechdi. Bundan nafaqat Navoiy degan bir siymo yutadi. Bundan bizni millat yutadi. Bunda mana ertaga shu jarayonda shakllanib filolog bo'lib maktablarga yoki turli ta'lim dargohlariga borib dars beradigan, ertaga shakllanib boradigan yoshlarimiz yutadi. Ular bu yerda ko'rgan, bilgani, Navoiydan yuqtirgani, Navoiydan olgani taassurotlarini o'zini talabasiga, o'quvchilariga yetkazadi. Mana bu yo'lda adabiyot, biz suhbatimiz boshida aytdikki, bir ma'naviy ko'prik vazifasini nafaqat adabiyot, Navoiy ham. Navoiy tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar asnosida professor ustoz o'qituvchilarning Navoiy haqidagi fikrlarini olishga qiziqamiz va aynan bu yil ham Termiz davlat universiteti rektori Abduqodir Hamidovichdan o'sha Navoiy haqidagi fikrlarini so'radik. Shuni bir holatni esga oldilar. Balkim buni o'sha vaqtlar ilg'amagandirmiz, lekin biz o'qigan davrda maktabda Navoiyni g'azalidan bir bayt keltirayotgan ustozimiz ko'zidan yosh chiqardi dedilar. Va bu narsa beixtiyor bizlarda Navoiyning ijodiga bo'lgan mehrimizni shakllantirardi. Qiziqishimizni oshirardi. Hurmatimizni oshirardi. Keyingi paytlarga afsuski mana shunaqa ustozlarni ko'rmay qoldik. Navoiy shaxsiyatini tanitishda ustozlarning o'rni katta ekan, biz mana shunaqa ustozlarni yo'qotgandek bo'ldik degan fikrlarni berdilarda. Shunaki siz hozir aytayotgan o'sha Navoiy ensiklopediyasining chop etilishi va uni keng ommaga talqin etilishi ana shunaqa ta'rifiga monand pedagoglarni yetishtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shubhasiz. Navoiyni shunaqa bir misrasi bor, bayti bor. So'z haqida gapiradi. So'zchi holin boqma deydi shoir. So'zchi holiga boqma. Boq so'z holiga. Ko'rma kim der ani. Ko'r kim ne der. Sen so'zni holiga boq, so'zchini holiga boqib, uni qiyofasiga qarab, buni kiyinishi shunday ekan, o'zini tutishi bunday demagan. Sen aytayotgan so'zning ma'no mazmuniga qaragin. Kim aytayotgani muhim emas, nima deyotgani muhim. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha yaqinda men bir suhbatni o'qib qoldim. Mana yirik adabiyotshunos Shuhrat Rizayevning bir suhbatida shunaqa gap bor ekanki, mana Oybek haqida gapirib, bu kishi aytadi. Oybek, albatta Oybek Navoiyshunos bo'lgan, Oybek ko'p tadqiqotlar olib borgan. Oybek 500 dan oshiq yoki 500 ta Navoiy haqidagi ma'lumot qarashlarini o'qigan, bilgan va asariga shuni singdirgan. Navoiy haqida keyinchalik yozilayotgan asarlar mualliflari 500 ta Navoiy haqidagi materialni o'qiganmikan? Kamroq o'qigan. Shuning uchun Oybek baribir boshqacha. To'g'ri, bu keyingi yozilgan asarlar, Isajon Sulton Alisher Navoiy asarini olamizmi yoki boshqa asarlar yaratildi Navoiy haqidagi ko'p juda go'zal asarlar yaratildi. Hammasini ham o'ziga yarasha o'rni, o'ziga yarasha bir badiyati, go'zalligi bor. Lekin bu aytilayotgan fikr shunday bo'ladiki, Oybekning tadqiqotlari, Oybekning o'sha dostoni, qissasi bir bu yo'lda bosqich bo'lib xizmat qilgan. Va Navoiy romanida qaysi tomondan kelasiz? Qaysi tomondan kelasiz? Markazda Navoiy siymosi yarq etib bir ko'zgu bo'lib turadi. Va o'sha biz yoshligimizdan o'zimiz ham eslaymiz, o'qituvchilarni mehr berib, Navoiy haqida gapirganda kayfiyat butunlay o'zgarib, axloqiy ta'limiy qarashlarni aytganda go'yoki o'zlari shuni ichida yashayotganday bir qiyofa kasb etib aytishlarini. Bu o'rtada bir bo'shliqning paydo bo'lishi, ta'sirlanmay qo'yish, Navoiy haqida gapirganda hayajonlanmay qo'yish. Umumiy qarashlarda umumiy mayda hayotiy tashvishlar bilan o'ralashib qolgan bir jarayon, bir davr bo'ldiki, biz istaymiz, istamaymiz, bu jarayonda ma'naviyatning roli, ma'rifatning, ilm-fanning o'rni biroz soyada qolgandek tuyuldi bizga. Bu ayanchli haqiqat.
O'sha ruhiyat, o'sha kayfiyat o'qituvchida ham, o'quvchida ham sezildi. Va lekin bu bir qisqa muddat. Shunday. Bu o'zgardi. Navoiyga bo'lgan munosabatdan xulosa chiqaradigan bo'lsak, bu qarashlar o'zgardi. Mana siz aytganingizdek, ensiklopediya bu yo'lda bir bosqich bo'lib beradi. Ensiklopediya ma'lumotlari o'quvchi va o'qituvchini bir-biriga yana ham yaqinlashtiradi. Navoiy haqidagi fikrlarini erkinroq bayon qilishga imkon yaratib beradi. Navoiy shaxsi o'zi kim? Avvalo Navoiyni bilish uchun faqatgina bir 4 ta so'zni yodlab olib, yo bir 2 ta hamma biladigan G'urbatda g'arib yo boshqa degan Navoiyni ruboilari bor maktab paytida yodlaganimizda Navoiyshunos yoki nafaqat Navoiyshunos, umuman Navoiy haqida bilim beradigan ustoz Navoiy shaxsiyati kimligini, shaxsiyat biz oddiy bir inson to'g'risida gapirmayapmiz. Adabiyotni shaxsiyatlar yaratadi. Mayda umumiy qarashlar bilan band bo'lgan shaxslar adabiyot maydoniga kirib kelar ekan, adabiyotning ham qarashlari yakrang bo'ladi. Adabiyotning ham g'oyalari mayda bo'ladi. Yirik shaxsiyatlar, yirik adabiyotlar muallifi sifatida maydonga chiqadi, Navoiyga o'xshagan. Biz avvalo o'sha shaxsiyatning qanday yuzaga kelganini qarashimiz kerak, qanday muhit o'stirdi. Biz bugun farzandlarimizga qanday tarbiya berishimiz kerak o'zi. Navoiydek bir ulug' siymoni misol sifatida olib ko'raylik. Yoshlik yillarida uni ota, ona, qarindosh urug', o'sha tog'alari, Kobuliylar, g'aribiylar tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratgan Navoiy. Yoshlik paytlarida qaysi yosh toifa bugun Mantiqut Tayrni 4-5 yoshlarida yod olib aytib beradi-yu, uning kayfiyatiga tusha oladi. Biz bugun 4-5 yoshdagi bolani, bog'chaga borib yurgan bolani qanday tasavvur qilamiz? O'sha adabiyotni his qiladigan darajadagi tasavvurimiz bo'ladimi? Demakki, muhitning juda katta o'rni bo'lgan. Navoiy o'sgan, Navoiy tarbiya topgan va Navoiy uchrashgan qahramonlarni kuzataylik. Ali Yazdiylar va keyinchalik mana Jomiylar. Bu Temuriylar boshlab bergan adabiy bir o'ziga xos ko'tarilish deylik, Renessans deyilyapti, boshqa deyilyapti. Bu shunaqa adabiy ko'tarilish jarayoni bu. Navoiy o'sha davr mahsuli sifatida maydonga chiqadi va nima Oybek Navoiy romanida biz Oybekni bekordan eslatmadik. Navoiy romanida aytadiki, bu deydi Hirot deydi, qanday Hirot bu deydi. Holva furushi ham deydi she'r yozadi. Hatto shu ham she'rni tushunadi, anglaydi, biladi. Navoiy zamonasida oddiy mana bayt, she'r, g'azal, uning mazmunini bilish, uni mazmunini chaqish, uni mazmunini yetkazish bu oddiy bir hol bo'lgan. Mana siz bilan bizning suhbatimiz qanday bo'lsa, bu shunday bir hol bo'lgan. Adabiyotdan uzilmagan bu qarashlar. Biz mana bugun Hirot adabiy muhiti deymiz. O'sha adabiy muhitni yuzaga keltirgan qator omillar bor. Bu jarayonda Navoiy katta rol o'ynaydi. Boburnomasida yozadi. Alisherbekchalik deydi, murabbiy va muqavviy ma'lum emas kim deydi, hargiz paydo bo'lmish bo'lgan. Ya'ni Navoiychalik bir murabbiy, qo'llab-quvvatlovchi va shu muqavviy, ya'ni o'sha hamisha ham moddiy tomonlama, ham ma'naviy jihatdan madad berib turadigan boshqa bir siymo yo'q. Bunaqa siymo. Mana bugungi kun ruhi bilan qaraydigan bo'lsak, imkoniyatlar yaratilyapti. Yoshlar uyushmasi tomonidan qilinayotgan qator ishlarni aytishimiz kerak bo'ladi. Ma'naviyat karvoni bilan bog'liq bo'lgan masalalarni, hukumatning qator e'tiborlarini aytishimiz kerak. Mana bugun Termiz davlat universitetida yaratilayotgan talabalarga yaratilib berilgan go'zal sharoitlar, o'sha axborot resurs markazida bo'lib o'tgan bizning kechagi suhbatlarimiz. Mana bularni hammasi bizni o'sha ruhga yaqinlashtiradi. Qandayligiga, nima ekanligiga. Alisher Navoiy hamma asarlarini oxirida shahzodalarga beradigan yoki yaqinlariga beradigan nasihatlari bor. Mana Darvesh Ali to'g'risida yaqin ukasi o'sha nimani Navoiyni, lekin Navoiyni ham bir og'ringan joylari bo'ladi. Ukadan. Endi aka-uka o'rtasidagi fikrlar oddiy qarashlar bilan aytadi. Bir maktubida aytadiki, avvalo shu deydi, sen menga deydi bir noma yozasan, iltifotsiz yozasan deydi. Akangman deydi. Mayli endi ukam yozibdi deb qabul qilamiz buni shunday. Qabul qilaman deydi. Lekin deydi, shohga ham shunaqa yozasan deydi. Unga unaqa yozib bo'lmaydi, unaqa yozmaylar bunga deydi. Vaholanki shu odam o'rtada vosita bo'ldi-yu, sen bilan men avvalo haq deydi. Qismatimizga yozdi. Shu odam vosita bo'ldi. Shuncha imkoniyatga ega bo'ldik-ku. Biz o'zimizni imkoniyatimizni, iste'dodimizni yuzaga chiqarishimiz uchun shu imkoniyatlarni shu odamdan oldik-ku o'zi. Biz avvalo shuni bilishimiz kerak. Bizga davr yaratib berayotgan imkoniyatni, davr yaratib berayotgan vositani biz his qilishimiz kerak.
Navoiyning ichki shukrona hissi shunda ko'rinadi. Va o'zini asarlarida Temuriylar davrining yorqin vakillarini tilga oladi Navoiy. Nimaga urg'u berayotgani? Biz Renessans deymiz. Renessans jarayoni hamisha bilim bilan yuzaga chiqqan. Hamisha tafakkur bilan, hamisha ilm bilan yuzaga chiqqan. Boshqa har qanday intilishlar, boshqa har qanday yurtni, millatni, davlatni tanitish uchun harakat qilinayotgan tushunchalar hammasi yondosh tushunchalar. Asos baribir bilim. Navoiy shunda Ulug'bek to'g'risida eslaydi. Navoiyning ham og'riqlari bo'lgan o'zini davrida. U ham mukammal bir jamiyat ko'rgisi keladi va aytadi: Temurxon naslidan sulton Ulug'bek ki sulton ko'rmadi, ki olam ko'rmadi, uzr sulton aning deydi. Va aytadiki, afsusi bor, aning abnoyi jinsi bo'ldi barbod ki davr ahli biridin aylamas yod. Bu davr ahli hattoki Navoiy Ulug'bek Navoiy zamonasiga uzoq emas-ku. Bugun eslamayapmiz shuni deydi. Kimga ergashish kerak? Qanday siymolarga ergashish kerak? Va ogohlik to'g'risida gap bo'ladi. O'sha nimada Abul Favoris Shohari Bahodirga yozgan nasihatida Farhod va Shirinda keladigan o'rin bor. Agar ogoh sensen, shoh sensen. Sen ogoh bo'lishing kerak. Bu ogohlik faqat atrof, muhit, odamlar undan emas. Odamning o'zini holidan ogohligi. O'z holidan. Odam o'ziga o'zi hisob bermasa, o'zini o'zi taftish qilmasa, o'z xatti harakatlarini tartibga tushirib, o'z xatti harakatlarini qat'iy nazoratga olmasa, unda mana shu ogohlikdan chiqib ketib qoladi. Navoiy bizga shundan ta'lim beradi. Avvalo o'zimiz inkishof qilishimiz kerak, kashf qilishimiz kerak. Biz nimaga qodirmiz? Men ko'p misollar keltiraman. O'sha Majolisun Nafoisda Navoiy yoshlar to'g'risida biz gapirdik-ku. Mana yoshlarga murojaat qilar ekan, shularga munosabat bildirar ekan. Shulardan bittasi Osafiy to'g'risida aytadi. Osafiy degan shoir bo'lgan, yaxshi ijodkor bo'lgan. Qalami juda bir ravon, yaxshi ijodkor bo'lgan. Navoiy uni ta'rifini ham aytadi. Lekin bir aytadiki, bu deydi biroz deydi dangasa edi. Tamballigi bor edi. O'ziga deydi oro berib, o'ziga o'xshagan bir ikki do'st birodarni topib olib deydi, behuda vaqtini o'tkazishdan bo'shamasdi. Vaholanki iste'dodi bor edi. Agar shu iste'dodni o'tkinchi narsalarga emas, asos sifatida mana bu yo'nalishga burganida, bundan biz boshqa bir narsa kutgan bo'lardik, boshqa bir shaxsga ega bo'lgan bo'lardik. Ham tanqidiy ruh bilan yondashish bor Navoiyda. Ham yo'nalish berish ishtiyoqi bor. Qanday bo'lish kerak odam? Va ham o'sha axloqiy, ta'limiy qarashlarni go'zal qilib, hech og'rinmaydigan bir ko'rinishda yetkazish bor. Juda go'zal lutf bilan yetkazadi Alisher Navoiy. Shu uchun bizni ustozlarimiz ana shunday bir lutf bilan Alisher Navoiy asarlarida fikrlar bayon qilinganini anglagan. Biroz endi oldingi avlod to'g'risida biz gapiramiz. Tabiatini so'zga, tabiatini adabiyotga, tabiatini millatga bo'lgan muhabbatga oshufta qilgan insonlar to'g'risida gapiramiz. Ana o'shandagina har kimning o'zi Navoiysi bor. Mana sizda, bizda hamma Navoiyni o'zicha kashf qiladi. Hamma o'zicha anglaydi. Navoiydan hamma o'ziga tegishli bo'lgan bir ulgu oladi. O'shanda hammani, mana biz aytayotganimizdek, yoshlarimizni ham bir Navoiysi bo'ladi. O'zi anglayotgan Navoiysi. Unga bir mahliyo bo'lib boqaman. Men Pushkinning bir misrasini keltiraman ko'pincha. Pushkinda shunaqa tarjima albatta o'zbek tilidagi pok go'zallik dahosi kabi deydi. Mana ko'z oldimdan bo'lding namoyon deydi Pushkin. Pok go'zallik dahosi kabi bir lahzalik xayol tushsimon. Endi o'ylaysan, bu pok go'zallik dahosi. Xo'p, dahoni tushunish mumkin. Go'zallikni anglash mumkin. Yana ham ulug'vor. Pok go'zal qanday siymo ekan bu pok go'zallik dahosi? Bunaqa siymo bormikan o'zi? Adabiyotda bizda azaldan, Pushkin ham sharqdan oziqlangan o'rinlari bor. Alisher Navoiy ijodida keladigan kamolot sohiblari, go'zal sohiblar. Biz ma'naviy kamolot egasi deymiz. Biz agar Alisher Navoiy asarlaridagi yuksak g'oyalarni, qarashlarini, axloqiy, ta'limiy, ma'rifiy fikrlar, bularning hammasini bir joyga yig'adigan bo'lsak, o'ziga xos Alisher Navoiyning axloq kodeksi paydo bo'ladi. Navoiy axloqi va o'sha axloq jamlanmasi bilan endi tasavvur qilib ko'ring. O'sha axloq jamlanmasi jamiyatga ta'sir qilsa-yu,
butun jamiyat o'sha axloqiy qoidalar bilan yashay boshlash, bu jamiyatning ahvoli qanday bo'ladi? Bu jamiyatning yuksalishi qanday bo'ladi? Navoiy hamma narsada sidq-u e'tiqod bilan yondashish va bir soha vakili bo'ldingmi, shuni mukammal takomilga erishtirish kerakligiga har doim rag'bat qiladi. O'sha mashhur qit'asi kamol et, kasb kim olam uyidan, senga farz bo'lmagan g'amnoq chiqmo. Kamol et. Neki bo'ldi va aytadiki, quyoshlik istasang kasbi kamol et. Kasbi kamol et. O'zingni bir sohang bo'lar, inson sifatidagi maqoming bo'lar. Quyoshlik istaysanmi? Yuksalish xohlaysanmi? Odamlar hurmat qilishini, bir mavqega ega bo'lishingni, ham moddiyatda, ham ma'naviyatda boshqalarga o'rnak bo'lishni xohlaysanmi, istaysanmi? Kasbi kamol et. Hukm qat'iy yangraganday eshitiladi va Navoiyning o'zi shaxsiyati shu darajada go'zal bo'lgan. Ham shaxsiyat ham ijod bir-biriga muqoyasa qilganda juda bir-birini to'ldirgan. O'sha nuqtai nazardan o'zi amal qilgan fikrlar, o'zi amal qilgan qoidalarni bizga aytar ekan, biz unga ishonamiz. Biz ayta olmaymizki, o'zi unday bo'lmaydi, o'zi shunday bo'lgan. Shunday. O'sha uchun biz Navoiyga mehr, muhabbat nazari bilan har doim boqamiz. Bu faqat Navoiy emas, biz hamma davr adabiyotida, mana keyinchalik ham shu mana Oybeklar deymiz, G'afur G'ulomlar deymiz. Biz ba'zan ularga boshqacharoq bir ko'z bilan qarashlarimiz ham bor. Yo, biz ijodga baho berishimiz kerak. Biz ichdan nurlantirib turgan go'zal g'oyalarga qarashimiz kerak. Adabiyotning ifoda usuli qanday bo'ldi-yu va ular nima demoqchi? Mana G'afur G'ulomni bu dunyoni falsafasi aks etgan go'zal bir misralari bor-da. Aytaman, taqdirini qo'l bilan yaratur inson. G'oyibdan kelajak baxt bir afsona. U neki bo'lsa, harakat bo'lsa, g'ayrat bo'lsa, o'zingdan izla. Navoiy Lison ta'rida aytadi, o'z vujudingga tafakkur aylagil, har nima istarsan o'zingdan istagil. O'zingdan ista. Biz bugun tasavvuf falsafasi deymiz, biz irfon nazariyasi deymiz, boshqa bularsiz adabiyot tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin keyingi davr ijodda ham shunga o'xshagan tuyg'ular, g'oyalar bor. Biz Navoiyni faqat Navoiyni o'zidan emas, adabiyotdan izlashimiz kerak. Mana Abdulla Oripovni yaxshi ko'rib aytib yuradigan she'rimiz bor mana. Parchagina bulut, cheksiz osmon, adir ortidagi yolg'iz oyoq yo'l, barcha tashvishlarni unutib shodon qaytkim kelayotir yoningga butkul. Qayga qaytgisi keladi odamni. O'zimiz uchun shaxs sifatida alohida bir so'qmoq ochishimiz kerakligini o'rgatadi. Va o'sha so'qmoqda o'zimizni mustahkam izimiz qolishi kerak. Bizdan keyingi avlodga ham qolishi kerak. Va bugungi ruh, bugungi shukuh, bugungi o'sha g'ayrat, shijoat, ular hammasi ana o'shanda unish kerak, o'sish kerak. Inson qanday bo'lishi kerak degan savolga javobni bizni adabiyotimiz beradi va eng avvalo buni sarxayli bo'lgan Navoiy beradi. Xullas, ustoz hozirgi davr jarayonida, masalan, men qatori mana shu davrda yashayotgan zamondoshlarimizni oldida bitta vazifa bor, mushkul vazifa. Ya'ni farzand tarbiyalash jarayonida zamonaviy bilim va ma'naviy muhit, ma'naviy tarbiya uyg'unligi juda qiyin masala bo'lib boryapti. Masalan, men farzandimni aynan shu ma'naviy muhitda tarbiyalashga harakat qilib, zamonaviy imkoniyatlardan cheklashga harakat qilsam, u jamiyatga qo'shilish uchun muammolar yuzaga keladi. Jamiyatda o'zini o'rnini topa olmasligi mumkin. Va agar zamonaviy bilimga imkoniyat yaratib berib, uni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsak, uni ma'naviyatida oqsoqlik paydo bo'lib qolyapti. Mana shu yerda mukammal ham diniy, ham dunyoviy, ham ma'naviyati shakllangan farzand tarbiyalash uchun baralla ayta olamizmi, biz Navoiyni chuqur o'rganib, Navoiyni ibrat qilib ko'rsatishimiz kerak degan fikrni baralla ayta olamizmi? Bu farzand tarbiyasi masalasi bugungi davr bilan bog'liq bo'lgan o'sha shiddatli jarayon, zamonaviy dunyoda yashayapmiz. Albatta bu jarayonlar birozgina og'irroq. Bu savollarga hamisha mukammal javob topish qiyinroq bo'lib kelgan. Lekin bir narsani esdan chiqarmaslik kerak.
millatni o'zini tabiatidan uzib olib tarbiya qilishga harakat qiladigan bo'lsak, biz bir sun'iy avlodga ega bo'lib qolamiz. Qarashlar bo'ladi. O'sha iqtisodga munosabat qanday, yoki ta'limga munosabat qanday, zamon bilan ham bular bo'ladi. Lekin o'zlikni boy beramiz. Millat sifatidagi qiyofamiz evriladi, o'zgaradi. Biz eng avvalo o'z qadriyatlarimizdan uzmasligimiz kerak avlodni. Bu qadriyatlar Navoiyga o'xshagan ulug' siymolarning asarlarida aks etgan. Biz shunday bir tizim bo'lish kerakki, Navoiy asarlarida aks etgan g'oya, qarashlar, obrazlarning ifodasi, ularning ta'sir kuchi bog'chadan boshlab bir tizim o'laroq to oliy ta'limdan keyingi ta'limgacha davom etib kelishi kerak. O'sha kichik janrlarining izohlari, mana bugun yaxshi ishlar qilinyapti bu yo'nalishda. Ayrim o'sha Navoiyning tanbehlari yoki nimada Mahbul qulub asarida, Hamsa asarlarining nasriy bayonlari, boshqalar bunday ko'rinishdagi ishlar qilinyapti, lekin avvalo mutaxassislarimiz shunga ega bo'lishi kerak. Farzand tug'ilganda shu millatning insoni bo'lib dunyoga keladi. O'sha muhitda o'sadi. Shu muhitda tetapoya bo'ladi. Shu muhitda ulg'ayadi. Lekin keyin uni o'zgartiramiz biz. Qarashlari o'zgaradi. Biz tug'ilgandanoq bizning go'zal allalarimiz bo'lgan. Biz hozir alla o'rniga telefondan qo'shiq qo'yib beryapmiz bolalarimizga. Vaholanki so'zning ruhi bor. Mana folklorda, xalq og'zaki so'z magiyasi deydi. So'zning nima uchun bizni ota-bobolarimiz olqishlar aytadi, dasturxon boshida olqishlar qilamiz. Tilaklar aytamiz, fikrlar bildiramiz. Dunyoning yaralishi aslida so'z bilan. Dunyoning mohiyati so'z bilan. So'zning ta'sir kuchi, quvvati o'zgacha bo'ladi. Navoiyga ham mana Abdulorif aytadiki, Navoiyning onasi to'g'risida ma'lumotlar yo'q adabiyotda. Biz bilmaymiz u onasi kim bo'lgan. Ehtimol davrning o'ziga xos bo'lgan bir estetik xususiyatlari, boshqadir, etikasidir. Navoiy onasi haqida ma'lumotlar bermaydi hech o'rinda. Lekin u aytadiki, Abdulorif nima qilsa ham deydi, bu Navoiyning onasi, u Alisherning onasi, Alisherning onasi Navoiyning onasi. U ham allalar aytgandir. U ham shu ruhda ulg'aytirgandir farzandini, balki. Busiz bo'lmaydi. Va ota-bobolar katta avlodning yoshlar tarbiyasidagi o'rni juda muhim. Katta avlodni o'sha tarbiyasini olib ulg'aygan yoshlar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bularning dunyoqarash boshqacha bo'ladi. Fikrlashi ham o'zgacha bo'ladi. Mulohazasi suhbatlaringizda sezilib qolaveradi. Bulardan uzmasligimiz kerak. Bular qadriyatlarimiz. Va Navoiy bizga ham shu yo'nalishda ta'lim va bilim beradi. Jomiylar Navoiydan katta avlod. Jomiy huzurida Navoiy har bir masalasini maslahat qilgan. Nafaqat jomiydan maslahat olgan, o'zi ham maslahatlar bergan. Yoki Lutfiyning huzuriga boradi. Lutfiy duo qiladi. Agar mumkin bo'lsa uni o'zimning deydi, mana 12,000 misra she'rimni sana bittagina u bayt Lutfiyning 12,000 misra baytiga teng keladigan bayt emas. Lutfiy juda katta ulug' shoir. Lekin buni ruhlantirish bor. Shunday. Buni go'zal bir baho berish bor. Erta ilhomlantirib, rag'batlantirgandan keyin ertaga mana shu yoshdan nimadir kutishiga ishongan. Shu ruhiyat bor. Biz o'sha ruhlantirishni bilishimiz kerak. Biz nimaga ruhlantiryapmiz? Biz hozir albatta zamonaviy texnikani o'rganishing kerak, sun'iy intellekt bilan ishlashing shart. Biz faqat bu bir yoqlamalik bilan qarashlar bizni oxir oqibat jarlikka olib boradi. Ma'naviyat o'sha prezidentimizni aytgan yaxshi fikrlari bor. Ikki qanoti bor ma'naviyatni. Bu iqtisodni ham qamrab oladi. Bu ma'naviy jihatlar hammasini to'liq qamrab oladi. Bu hamma jamiyatning hamma masalalarini qamrab oladi. Shu o'tgan asrning 50-yillarida suhbatlarda aytamiz, Yevropa 2-jahon urushidan keyin bir yoqlama qarashga o'tadi. Asosan o'sha texnika, endi albatta qiyin bo'lgan urushdan keyingi jarayonlar iqtisodni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarga e'tibor qarata boshlaydi-da, ma'naviyat keyingi planga tushib qoladi, keyingi o'ringa tushib qoladi deylik. Va keyin bugun biz bilamiz Yevropada ma'naviy ahvol qanday bir buhronga uchraganini. Navoiy shuni asraydi bizni. Navoiy bizga o'zligimizni o'rgatish yo'lidagi bir ulug' siymo bo'lib xizmat qiladi. Biz qahramonlar ruhiyatini ochishimiz kerak.
Navoiy qahramonlarini tushuntira olishimiz kerak. Bu kim? Farhod degan siymoni Navoiy nima uchun yaratdi? Nimaga Navoiygacha bo'lgan davrda Farhod degan bir ulug'vor siymo yaxlit bir obraz darajasida butun bir qiyofa kasb etib chiqmagan? Nizomiyda ham yo'q, Dehlaviyda ham yo'q. Nimaga Navoiyda bor? Maqsad nima edi? Bu yerda faqatgina adabiyotning estetik tamoyillaridan emas, davr va jamiyatning o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqadi. Shunday bir siymolar kerak. Jamiyat Navoiy asarlarida er degan obraz bor. Er. Navoiy aytadi, har kishi erman debon ermi bo'lur? Kelmas ishni ilgidan dermi bo'lur deydi. Hammani ham er deb bo'lmaydi deydi Navoiy aytadi. Biz bugun tushungan er tushunchasi bu jins xarakterdagi tushuncha, bu tor tushuncha u. U obraz o'laroq juda ulug'vor bo'lgan, xalqni o'z ortidan ergashtira oladigan, ilm ma'rifatda ulug'vor bo'lgan bir oliyjanob siymolar er deb atalgan. Shuning uchun hammani ham er deymi? Qo'lidan ish kelmaydimi? Uni er deb bo'lmaydi. Subuti bo'lgan, e'tiqodi mustahkam bo'lgan, va'dasida tura oladigan, qat'iyat bilan, shiddat bilan oldinga intiladigan ana shunday g'ayratli kishilar kerak bizga. Farhod degan bir siymoning yuzaga kelishi mana nimalarga bog'liq edi. Davr ruhidan Navoiy hech qachon qahramonlarni uzmaydi. Hayotdan hech qachon oyog'i uzilib ketmaydi bu qahramonlarni. Xayoliy bir qahramonlar emas bular hammasi. Shu ma'noda bugun Navoiyning qahramonlari tabiatidagi o'ziga xos go'zal fazilatlarini to'g'ri tushuntira olsak, biz o'zimiz istagan bir avlodga ega bo'lamiz. Zamonaviy bilimlardan uzib bo'lmaydi. Bolani nimadandir tiyadigan bo'lsangiz, o'shanga ko'proq intilaveradi. Biz ortiqcha ketayotgan vaqtni, go'zal umrning behuda sarf bo'layotganini to'g'ri tushuntira olishimiz kerak. Behuda sarf emas. Navoiy asalada aytadi, Aflotunu, Arastuyu, Jamshidu, Iskandar bular qani deydi. Qani ular deydi. Hamma o'tdi-ku deydi. Sandan neki qoladigan bo'lsa, ortda qilgan amallaring va shu ilm bilan erishgan ko'p narsang qoladi. Shu tushunchalarni to'g'ri singdirishni bilishimiz kerak. Shu tushunchalarni to'g'ri yo'naltira olishimiz kerak farzandlarimiz ongiga. Bu uchun avvalo mutaxassislar, mana universitet olimlari, adabiyotshunoslari, pedagog, professor pedagoglari, maktab o'qituvchilari, ya'ni shu soha adabiyotga, ma'naviyatga mas'ul bo'lgan kishilar, biz o'zimiz bu mas'uliyatni bo'ynimizga olishimiz kerak eng avvalo. Va tushuntira olishimiz kerakki, yosh avlodga haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranjila. Aylamak bo'lmas adoning haqini yuzganjila. Lekin Navoiydan haq yo'linda to'g'ri bilim bergan. Haqqoniy, sidqi dildan jonini koyitib, yuragini o'rtaga qo'yib bilim bergan. Shunchaki bir xo'ja ko'rsinga vaqtni o'tkazish uchun emas. O'zi ham izlanib bir narsa o'rgatgan bo'lsa, uni haqini ado etib bo'lmaydi. Men dars beraman, mana universitetda talabalarga kirganda ba'zan aytamanki, shu o'qituvchi auditoriyaga kirgandan keyin hech yo'qsa bir darsda bir jumla yangi gap aytish kerak. Yangi bir narsa bera olish kerak. Navoiy haqida gapirdingizmi? Hamma biladigan, bu yilda tug'ildi, otasi g'iyosidan kichkina edi, ukasi darveshal. Bunday gaplar emas. Bular kerak. Lekin o'sha siymoni ochib beradigan, uni ruhiyatiga, ongiga ta'sir qiladigan va umr bo'yi tasavvurida, taassurotida qoladigan nimadir yangi gap aytishni albatta odat qilish kerak. Shunga o'rgan. Bu uchun izlanish kerak, o'rganish kerak. O'shanda siz aytgandek, ham zamonaviy, ham o'sha ma'naviy va millat ruhidan uzoqlashib ketmagan bir kamolot sohiblariga ega bo'lamiz. Men bunga ishonaman. Agar shunday ruhiyat bilan davom etiladigan bo'lsa, shunga yaqin kelajakda ishonamizki, bugun yaratilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib albatta shunaqa bir avlodga biz ega bo'lamiz. Yuqorida so'zning qudrati haqida aytdingiz. Dunyoning yaralishi ham so'z bilan. Men bitta misol keltirmoqchiman. Aynan Termiz davlat universitetini 1999 va 2003-yillar oralig'ida talabasi bo'lganman. Nemis tili yo'nalishida tahsil olganman. Domlamiz Goethening Faust asarini o'qib tushunish amri mahol. Lekin sen bugun mana shu
nemis tilini o'rganyapsanmi? Savoding chiqdimi? Tasavvur qilib ko'rgin, qancha daftar xarajat qilding? Yozding, o'rganding. Qancha vaqting ketib lug'at yodlading? Mana bu senga Alloh bergan ilm. Buni zakot sifatida bitta kitob o'qidingmi? Nemischada. Deb menga qarang, so'z bilan ruhlantirganlarda, men Gyotening Faust asarini nemischa o'qiganman. Uni tarjimasini o'qib hazm qilish qiyin masala. Qiyin. Lekin bitta so'z va da'vat bilan men shuni boshidan oxirigacha o'qiganman. Rostiki tushunmaganman boshqa tilda. Lekin meni zakotim ekan. Shuncha qilgan xarajatim, mehnatim, olgan ilmim haqqi men nemischa bitta kitob o'qishim kerak degan narsa bilan shuni o'qiganman-da. Mana so'z qudrati. Mana o'zidan kechgan, o'zi amal qilgan odamni so'zi o'tkir bo'ladi. Shunday. Bugun qaysi ma'noda Navoiyni o'rgatishimiz, Navoiyni o'rganishimizda avvalo ibratni o'zimizdan boshlashimiz kerak bo'lgan bir jarayon. Yuqorida aytingiz, aynan talabalarga kirib dars berish jarayonida har doim bir yangi bir fikr, ularda singadigan harakatni qilaman, yangi bir ma'lumot yetkazishga harakat qilaman deb. Mana bu natijalar, albatta, mana bu harakatlar o'zining natijasini beradi. Yana bir jihatni aytishni xohlardim. O'sha Navoiyga mansab berilganda, vakolat berilganda, o'sha vazir lavozimiga tayinlanganda bu jarayonni Navoiy katta bir maqom, martaba sifatida qabul qilmasdan, taqdir meni sinadi, menga og'ir va mas'uliyatli yumush yukladi deb ta'rif keltirganligini. Mana bu yerda ham o'sha Navoiy har ishda sidqi dildan yondashib, o'zligini yo'qotmasdan mas'uliyatni his qilgan holatda faoliyat yuritganini o'zi avvalo ibrat qilib ko'rsatib beryapti-da. Shunaki Navoiyni o'rganish bu o'zimizni, o'zligimizni anglashga yetaklaydigan yo'l. Boyagi fikrlaringiz asosida buni baralla ayta olamiz. Va studiyamiz mehmonlari bo'lgan ko'plab professor, taniqli olimlar, akademiklar bilan suhbatlashganmiz va har biridan oladigan jihatlarimiz bo'lgan. Lekin Navoiyshunoslar bilan bo'ladigan suhbat bu qanaqadir bitta menda emas, har bir o'sha suhbatda ishtirok etayotgan kishida bir o'zgacha ruhiyat bersa kerak. Shunaki suhbat asnosida bizga ana shu ruhiyatni inom etdingiz. Rahmat. Va vaqt ajratib, juda tiqiz vaqtda imkoniyatdan foydalanib bizlarni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, fikrlaringizni yetkazganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Termiz davlat universiteti boshlagan xayrli amallar hamisha jamiyat uchun, xalq uchun, millatimiz uchun manfaatli bo'laversin. Har doim sizlarga kuch-quvvat bersin. Sog'-salomat bo'ling. Rahmat, rahmat ustoz.